Exactly cool. Qadrli do'stlar, marhamat, bemalol o'tirib olishingiz mumkin. Dasturimiz davom etmoqda. Navbatdagi mehmonimiz Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Dasturimizga ustoz. xush kelibsiz. Salomatmisiz? Kun xayrli bo'lsin. Yaxshi Mehmonlar keldingizmi? bilan Rahmat, keldik mana. Gaplashali yuring bir deb qo'ymadingizlar, qo'ymadingiz. Keldik mana, Xudo xolasa bilan diydorlashyapmiz. Ha, mana shu diydor bahonasida endi qanday so'nggi yangiliklar bor, shundan xabardor bo'lib qolaylik-da. Nimalar bilan bandsiz bugungi kunda? Qanday ijodiy namunalar? Endi san'atkor faqat shu ijod, yaxshi kun, to'y, bayram, bizning ishimiz shu bo'lgandan keyin hamisha Allohdan so'raymiz, birovning bir yaxshi kuni bo'lsin, to'ylar bo'lsin, bir elimiz tinch, xotirjam bo'lsin, bayramlarda biza faqat xizmatda, yaxshi kunlarda mana shunday chiroyli qo'shiqlarimiz bilan xalqni ko'nglini, dilini xushnud qilaylik degan umidda yuramiz hamisha. Xudo xolasa. Ha, juda Juda yaxshi. ajoyib. O'sha bolalik damlarini yodga olsaydi, sababi o'sha bizda kun savoli bor. Ya'ni taxminan shu vaqtga qadar qancha daraxt ekkansiz? Hozir kunda endi daraxt ekishga vaqtingiz yo'q, bilamiz. O'sha bolalik paytlarda daraxt ekish bilan hech bir shug'ullanganmisiz? Endi daraxt bu har bir insonni o'zi burchi bu. Har bir insonning. Men o'zim shu daraxtzor, suvlik zorlarni o'zim yaxshi ko'raman. Shunday joyni, so'lim joylarga borsam, xuddi bir jannatga tushganday bo'lasiz. Bahri dilingiz ochiladi. Men o'zim ham mana Toshkentda Yakkasaroy tumanida turaman. Shu atrofimizga Xorazmdan olib kelib, mana Xorazmda gujum degan daraxt bor. Gujum. Mevasiz daraxt, Ajoyib. lekin shu juda bir soyasi, so'rim, bitta quyosh ham yerga tushmaydi-da shu soyasidan. Endi bizlarda gujum deydi. Ota bobolardan qolgan juda bir noyob, bu atroflarda u kam o'sadigan daraxt. Lekin bu yoqqa olib kelib eksangiz juda bir boshqacha bo'lib yashadi. Bizani endi Xorazm sharoiti hozir yerlari ham mana tuzlik bo'lib qolgan. Bizda uncha rivojlanmay qoldi. Oldinlar juda ko'p bo'lardi. Mana shu bu tomoniga 10 metr, bu tomoniga 10 metr, 10 metr havuz bo'lardi. Har burchagida bitta gujum ekilardi. Endi uni tagiga yoz payti kirsangiz ham shunaqa endi salqin bo'lardi. Suvlarni havuzdan olib sepib, yoshlik paytlarimizda biza ota-bobolarimiz shunday qilib qo'yganlarini ko'rganmiz. Shu daraxtdan olib kelib ekkanman shu nimada, uyimning oldiga. Endi Toshkentlik qo'shnilarim ham bu qanaqa daraxt deb qiziqadi. Chet eldan olib kelganmiz deb qo'ymaysizmi hazillashib? Shunday aytganingizdek, shu men uylarimiz oldida nechta tip mana archa daraxtlari ekib qo'yibman. Shu baribir bu insonni bir burchi bu. Yaxshidan bog' qoladi deyishadi-ku. Shu yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi degandek, qancha daraxt eksangiz shuncha rohat, uni tagida o'tirib birovlar rohatlanadi. Mana shu meni bizni haddimizdan nariyoqdan ekkanman-da o'sha gujumni. Hozir qo'shnilarimizni bir uyini bir firma qilib qo'yibdi. Shu yerda bir 10 taga yaqin mashina qo'yadi tagiga. Shunaqa endi so'rim, hamma shuni tagiga qo'yib, yoz paytlari juda bir asqatadi insonlar uchun juda bir. Qiziqdim, lekin mana shu daraxtni men ham qiziqdim. topib bir hovlimizgami yoki ko'chamizgami ekishni maqsad qilyapman hozir. Bu daraxtning tagiga nimalari ham chiqib turadi. Nima tomiridan. Mana biz 87-yil ustozimiz mana Kamiljon Antoniyazovni butun elimiz taniydi. Bizni pir ustozim, meni ustozimning ustozi. Meni ustozim Bobomurod Hamdam, men Turkmaniston, O'zbekiston xalq artisti. Shuni boshiga ham qabrining ustiga 87-yilda mana shu tojikistonlik ustoz san'atkor Jo'rabek Murodov bilan shu 1 metrlik daraxt ekkanmiz, o'sha gujum daraxti. Hozir shunaqa endi soya berib turibdi o'sha daraxt. Tagida borib Qur'on tilovatlar qiladi, eslashamiz, shu yerga yozib ham qo'yibmiz shuni.
87-yilda 22-iyul kuni o'sha daraxtni ekkanmiz. Bu yozni chillasida ekilgan daraxt. Qarangda bu. Bu ustozni bir ruhi, Allohning bir nimasi bilan shu daraxt bitta tipdan ikkita shoxa o'sib turgan bir nahalida shu Jo'rabek Murodov ustozimiz gapirib, mana bu o'zbek millati bo'lsa, mana bu tojik millatiga deb shunday bir ta'riflar berib, bir juda bir so'z ustasi ustozimiz Jo'rabek aka shuni hozirgacha mana eslashib qancha yillar o'tib ketdi shu daraxtga. Katta daraxt bo'lib, hozir soya berib turibdi o'sha. Albatta, ijodingiz ham xuddi shunday. O'sha boshlangan vaqtdan hozirgi kunga qadar katta daraxt bo'lib turibdi-da. Ijodiy o'sha namunalaringiz haqida suhbatlashadigan bo'lsak, qo'shiqlaringiz soni bugungi kunga qadar nechtaga yetgan? Endi qo'shiqlarimiz shu men o'ylayman shu bir 200 dan oshdi o'zimizning ijodimiz. 200 qo'shiqdan oshib ketgan. Sababi ijod qilmasangiz bu xalq dari unutib qo'yadi. Bir narsani takrorlayversangiz tayyor qo'shiqlar ko'p, juda ustozlar aytgan qo'shiqlarni ham aytamiz. Ular mana klassiklar, Navoiy g'azallari bilan, Ogahiy g'azallari bilan, Huzurli boshqa bu bizni poydevorimizni mustahkam bo'lsa, ustiga mana qancha ijod qilsangiz o'sha poydevorning ustida turaveradi. Shuning uchun men 200 dan oshiq qo'shiqlarim bor. Mana shu 45 yilga yaqin bo'lyapti. Eng asosiy meni o'zi nima deydi? Ruschasini aytganda vizitni kartochka nima deydi? Tashrif qog'ozi. Tashrif qog'oz qo'shig'im bor men. Shirin so'zlagan shu go'zal xumorimman degan qo'shiq bilan mashhur bo'lib ketganmiz. Bitta qo'shiq bilan. Undan keyin qancha, undan oldin ham chiqarganmiz qo'shiq. Undan keyin ham qancha qo'shiqlar chiqdi. Mana shu hozirgi kuylagan qo'ymadingiz degan qo'shiqlar xalqning ichida juda bir endi qancha ijod qilsangiz shuncha xalqni ko'nglida, dilida, nazarida bo'lib turasiz. Albatta. Ustoz hammada bolaligida menimcha bo'lib turgan yog'ochdan musiqa asbobi qilib yasab aytish. Sizda ham shu holat bo'lganmi? Endi bizni yoshlarimizda, bizni davrimizda shunday bo'lgan. Hozirgi yoshlarda unaqa narsa bo'lmaydi ham. Ular sababi hozir zamon boshqacha bo'lib ketdi. Haqiqatdan bizlar mana mol boqib, qo'y boqib, shu podachilik qilib endi oilada bo'ladi-ku. Yoki bo'lmasa tayoqni yoki bo'lmasa mana torga o'xshatib, taxtadan sim tortib, troslarning simini ochib, endi kulgili bir aytsangiz, shunday bo'lgan haqiqatdan bizlarda davrimizda. Hozirgi zamon qarangda, har joylarda, har qishloqlarda musiqa maktablari, bu kirsangiz ichiga bundan 40-50 yil oldin hozir bitta oddiy musiqa maktabiga kirsangiz, o'sha davrni konservatoriyasi bilan darajasi shunaqa. Hamma asboblar bor, xohlagancha o'qishi mumkin. Endi u davrlarda bitta Qashqar rubob olamiz deb qancha bizlar shunga yetolmaganmiz. Bir qo'shnimizni o'g'li Qurbonboy degan yigit bo'lardi. Shuni Qashqar rubobini chalaman deb uni molini boqardik bir kun. Shuni bir chalib beraylik. Yoki bo'lmasa qo'ylariga bir ikki bog', bir bog' bir nima olib kelib, o't olib kelib oldiga tashardik. Shuni qilsang beraman deydi rubobni. Birpas chalamiz, uni darrov olib qo'yadi, bo'ldi deb olib qo'yadi. Vaqting tugadi. Shunaqa bir hayotiy gaplarda bular. Hozir aytsangiz yoshlarga shu bir ertak aytganday bu gaplar. Lekin shu san'atga bo'lgan intilish, san'atga bo'lgan bu ixlos juda kuchli bo'lganda, bo'lmasa birovning moliga o't o'rib, borsangchi deb ketaverish mumkin. Shu daraja ixlos bo'lgan, qiziqish bo'lgan shu daraja. Endi ustozlarni eshitganmiz qo'shiqlarini shu paytlarda. Ajoyib.
Shu o'rinda yana bir bor sizni sahnamizga taklif etsak degan niyatimiz borda, qo'shiq eshitsak degan. Mayli, Marhamat, mayli. ustoz. Mayli. Qo'shiq sizlardan aylansin qani. İyi güzel kız menden alıs gitmegil. İyi güzel kız menden alıs gitmegil. Yüzündeki kara halını sevip men. Yüzündeki kara halını sevip men. Ben dönmüşem şiirin şeker sözüne. Ben dönmüşem şiirin şeker sözüne. Şeker dudağında balını sevip men. Şeker dudağında balını sevip men. Yüzüne bak dimen közün mestane. Bakışın bağrımı doldurdu kana. Ağzın oymak olsa çin durdana. Acayip cevahirlerine sevip men. Acayip cevahirlerine sevip men. Kaşları iması yaylaya okşar. Yığlarma gözyaşın saylarga okşar. Bazı her lahzalar aylarga okşar. Bazı her lahzalar aylarga okşar. Canım algan şoq değil barni sevip men. Canım algan şoq değil barni sevip men. Halkaların zülfün sakat yağlıda. Yay kaşların uçu kınar yanıda. Halın yere yaşıptır yanak yanıda. Halın yere yaşıptır yanak yanıda. Ben seni dik güzel yarını sevip men. Ben seni dik güzel yarını sevip men. Göz göze sen ama feelindir yaman. Bakma sen mihrine asla men tamam. Vakit geli seni yolunda haman. Yürüp men seni köp yarını sevip men. Vakit geli seni yolunda haman. Yürüp men seni köp yarını sevip men. Canım alan şoq değil barni sevip men. Yüzündeki kara halını sevip men. Ofarin. Tashakkur aytamiz, marhamat o'tirib olishingiz mumkin. Albatta o'sha xonandalar bilan suhbat boshqacharoq kechadi. Boisi To'g'ri. ham suhbat, ham qo'shiq tinglash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana bir bor rahmat aytamiz dasturimizdagi ishtirokingiz uchun va savollarda davom etamiz. Irodaxon. Albatta. Ustoz, bilib turibmiz, siz ustozlarni e'zozlash borasida Ko'p gapirasiz. ko'pchilikka o'rnaksiz. Albatta, ayniqsa O'zbekiston va Turkmanistonda xalq artisti Bobomurod Hamdamov qo'shiqlarini abadiylashtirish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirgansiz va bu borada shogirdlar bilan ham o'tirish qilib turar ekansiz. Aynan o'tirishlarda, bazm-u jamshidlarda ustozni qo'shiqlarini ijro etasizmi? Kuylaysizlarmi birga? Albatta, albatta. Mana hozirni o'zida ham mana ustozni aytgan qo'shig'i mana. Sevibman qo'shig'i. Ustoz avvalambor Xudo, qolaversa shu ustozlar orqali mana ustozlarga qo'l berib
rahmatli shu ustozim bilan mana 46 yil ustoz shoir bo'lganmiz. 46 yil. Qoyil. Bu og'izni bir burchagidan chiqib ketadigan so'z. Lekin bu 46 yil ichida mana ustoz bilan qancha yurtlarni mana O'rta Osiyoda, Hindiston, Nepal boshqa ko'p davlatlarda birga bo'lib ustoz bilan xalqni xizmatini qildik. Endi ustozsiz shoir har maqomga yo'rg'alar deydi. Ustoz ko'rgan shoirlar hayotda nafaqat qo'shiqlari bilan, nafaqat bu hayotda bir-biriga bo'lgan mehr, muhabbat, do'stlik, ustozga bo'lgan hurmat bu ajralib turadi ustoz ko'rgan. Lekin men hozir ko'p yoshlar mana shu texnika ustozi bo'lib qolgan. Mana shu kompyuterlarda o'zi ovozini to'g'rilab, 4 ta 5 ta qo'shiqni to'g'rilab borgan joyda ustozlar o'tirsa ham ko'rmaganga olib to'g'ri biz shoshilayapmiz. Tez bizga navbat bering deb qo'shig'ini aytib salomlashmadi ham ketaveradigan shoirlarni yoshlarimizni ko'rganmiz. Lekin baribir ustozni hurmat qilgan shoirlar hech qachon kam bo'lmaydi hayotda. Bu Albatta. ustozni hurmat qilgan, otasini hurmat qilgan bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun bizlar hamisha shoirlar yig'ilib shu ustozlarga masalan mehr muhabbat ko'rsatib hamisha shunday bo'lib kelganmiz. Ustozlarni qo'shiqlarini davomchilari biz shoirlar bo'ladi. Mana Kamiljon Ataniyozovning qo'shiqlaridan hozirgacha mana vafot qilganlariga 50 yil bo'lib ketdi shu ustoz Kamiljon Ataniyozovning. Lekin qo'shiqlari hali hayot. Bu nimaga? Bu shoirlarni ustozlarga bo'lgan hurmati, izzati shu ustozlar yaratib ketgan qo'shiqlarni xalqqa, keyingi avlodlarga yetkazadigan biz shoirlar bo'lamiz. Shuning uchun men o'tgan ustozlarimizni joylari jannatdan bo'lsin. Ha, o'sha qo'shiqlar borasida suhbatlashdik. Biroz avval 200 dan ortiq qo'shiqlarim bor dedingiz. Ularga o'zingiz kuyib aytish istalaysizmi yoki bastakorlarga ham murojaat qilasizmi? Yo'q, bastakorlarga murojaat qilgan emasman. Sababi men o'zimda shunday Alloh bergan bir inom deymi, shu o'zim hammasini o'zim bastalab, o'zim faqat shu shoirlardan murojaat qilamiz. Mana kitoblardan shoirlar yaxshi she'rlardan, ma'noli she'rlardan imkon darajada shu ijod qilib xalqimizga manzur bo'ladigan qo'shiqlar yaratishga harakat qilamiz. Sababi bu yaratish bu juda qiyin narsa bu. Ko'p san'atkorlar bor, tayyor qo'shiqlarni aytib kuylab xalqimiz ichida xizmat qilib yurganlar ham bor. Lekin bu o'zingiz yaratib, o'zingiz ham kuylab, ham yaratsangiz bu boshqacha bu. Bu Albatta. Alloh tomonidan beriladigan, ham har kimga berilmaydi bu narsa. Judayam Bu to'g'ri. yaratishdan qiyin narsa yo'q bu. Shuning uchun biza hamma shu aytayotgan 200 dan ziyod qo'shig'imni hammasini o'zim yozib, o'zim xalqqa taqdim qilaman, kuylayman. Mana o'g'lim ham bor, Temurbek Rahmonov. Sizlar bilsangizlar kerak, mana Qizalog'im degan qo'shiqni aytgan mani ham kompozitor, Albatta. ham Albatta, bastakor, barchamizga ham tanish. aranjirovщик. Shunday bir o'g'lim bastakor, lekin bastakor bo'lsa ham men o'g'limga bu qo'shiq yozib ber, menga unday deb aytmayman lekin. Lekin mendan shu o'g'limga ham yuqqan shu nima. Qizalog'im degan qo'shiqni eshitgansizlar-ku. Albatta. Biz sevgan qo'shiqlardan biri bu. O'sha endi shu daraja nima bo'lib ketdi u qo'shiq. Shuning uchun harakat qilib hamisha ijoddamiz. Endi oldingidek bo'lmasa ham oldin bir qaynab turgan payting bo'ladi o'zi. Shu paytlarda juda bir buloq kabi shu biza qo'shiq har kun chiqarib, endi u davrlarda konsertlar ko'p bo'lardi, qishloqlarda, boshqa viloyatlarga, chet ellarga shu gastrol paytlarimizda, shu gastrol konsert paytlarimizda juda ko'p ijod qilardik. Bugungi qo'shiqni ertaga aytgimiz kelmasdi. Yangilik sababi xalq bilan muloqot qilib turganingizdan keyin kecha aytgan qo'shig'i deb u paytda Uyalish xalq bo'ladida. shu nima bo'lmasin degan ma'noda shu ijod qilardik. Juda ko'p ijod qilardik.
Albatta. Ustoz, men o'zim ham san'at sohasidanman va menga va men kabi yoshlarga qanday maslahatlar bera olasiz san'atda va hayotda muvaffaqiyatga erishish borasida? Ha, endi avvalambor kasbingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Eng asosiy narsa mana ozgina siz san'atingiz bo'lsa, qolganini mehnat bilan faqat ijod qilib mehnat qilsangiz, bu yuzaga chiqadi. San'atingiz bo'lib yalqov bo'lsangiz uyda o'tiraverasiz. İzlanish kerak, yaxshi she'rlar topish kerak, yaxshi musiqalar ko'p eshitish kerak. Ustozlar aytgan qo'shiqlardan ko'p eshitib, masalan, baribir kimdandir yuqadi. Uni qo'shiqdan bir shingil, unikidan bir shingil bir narsa chiqadi. Keyin o'zingizni hammani ham o'ziga yarasha ko'rinishi, bo'yi, basti, ovozi bo'ladi. Birovlar o'zini ovozini, Alloh bergan ovozini boshqa bir san'atkorga o'xshatib aytib beradi. Shu bilan bu hech narsa bo'lmay qoladi. Sababi u o'zini ovozida aytgan shu qo'shiqni muhrlagan xalqning ichiga. Shuning uchun o'zini boshqa ustozlarni qo'shiqlarini ham aytganda o'zini ovozida aytsa boshqacha bir narsa kelib chiqadi. Faqat mehnat, ijod bu san'atkorlarning ishi shundan bo'ladi, boshqa narsadan kelib chiqmaydi. O'zimizda ham mana ko'p ijod qilib, ko'p ishlaganimizdan keyin har xil qo'shiqlar, chiroyli qo'shiqlar, iloji boricha shu ma'noli, hozir juda sayoz qo'shiqlar chiqib ketgan. Ma'noli qo'shiqlar bo'lsa, xalqni baribir ko'nglidan joy oladi degan umiddaman. Albatta, o'sha yosh ijodkorlarga, xonandalarga xususan chin ma'noda o'rnak bo'la oladigan ijodkorsiz, ustozsiz va mana shu yo'lda aslo tolmang deymiz. Yurtdoshlarimizga, muxlislaringizga manzur bo'ladigan taronalarni ularga taqdim etishda omadlar, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sizga ijodiy parvozlar hamisha hamroh bo'lsin. Bugungi dasturimizdagi ishtirokingiz uchun rahmat. O'sha ko'rsatuv so'ngida yurtdoshlarimizga, muxlislaringizga aytar tilaklar bo'lsa marhamat. Rahmat. Avvalambor bizni shu hurmat qilib chaqirib, mana shu studiyangizga chaqirganlaringiz uchun katta minnatdormiz. Nurafshon telekanali mana gullab yashnasin, butun dunyo ko'rib mana shu yaxshi fikrlar aytsin. Xalqimizda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Biz shu to'ylar, yaxshi kunlarda, bayramlarda faqat shu sozimiz, suhbatimiz bilan xalqimizni xizmatini qilish nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bizni muxlislarimiz omon bo'lsin. Bizlar shu muxlislarimiz bilan tirikmizda. Albatta. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Rahmat. Tashakkur aytamiz. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan bugungi jonli efirimizga yakun yasaymiz, lekin bu degani Nurafshon TVdan boshqa telekanallarga o'tib ketishni aslo o'ylamang. Boisi telekanalimiz ijodkorlari siz uchun manzur bo'ladigan dasturlarni, filmlarni, konsert dasturlarini taqdim etishda davom etishadi. Shunday ekan, biz bilan qoling. Navbatdagi efirlarda sihat salomatlikda, bag'ri butunlikda diydorlashguncha deymiz. O'zingiz va yaqinlaringizni asrab avaylang. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi kunlarga qadar omon bo'ling deymiz. Albatta, biz siz bilan xayrlashmaymiz, balki kelgusi dastur qadar ko'rishguncha deb qolamiz. Ungacha esa siz ham o'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Ha, azizlar, ko'rishguncha omon bo'ling. Zakli kod